bir odam aeroport kassasiga kirib, menga bitta bilet bering. Kassir xo'p, qayerga bilet bering? Yoshligimga. Bizda unaqa bilet bo'lmaydi. Iltimos, bitta bilet bering shuni yoshligimga. Iltimos. Ey odam, bizda unaqa bilet bo'lmaydi. Qayerda turganingizni bilasizmi? Qayerga kelganingizni bilasizmi? Haligi odam yana davom ettirayotganmish. Ey, iltimos, yoshligimga bitta bilet bering, yoshligimga. Boraman-u 1 minutda shuni qaytib kelaman. 1 minutga xolos. 1 minutda boraman, qaytib kelaman. Kasr bunday qarasa, haligi odam sog'lom odamga o'xshamaydi. Sal jinlar hoqish kerak deb o'ylab, "Ke shuni ko'niga qarab qo'y." Xo'p, mayli. Sizga men bilet topib beraman. Haligi odam xursand. Faqat bitta sharti bilan bilet topib beraman. 1 minutda nima qilasiz yoshligingizda? 1 minutda boraman, kelaman deyapsiz. 1 minutda borib nima qilib kelasiz aytdi. Haligi odam aytarmish. Shunday boraman-u, otam bilan onamni mahkam bag'rimga bosib, yig'lab, kechirim so'rab qaytib kelaman. Ey ota-onasi borlar, kechirimni hozir so'rang. Hozir boring. Hozir ota-onangizni borib mahkam bag'ringizga bosing. Hozir yig'lang. Ularga hozir yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying. Bag'ringizga mahkam bosib, "Men sizni yaxshi ko'raman, otajon. Men sizni yaxshi ko'raman, onajon" deb hozir ayting. Keyin ana bu odamga o'xshab bileti yo'q kassalarda tentirab yurmang. Qulamasdi boshimga osmon, sochimga oq solmasdi armon. Qulamasdi boshimga osmon, sochimga oq solmasdi armon. Bo'lar edi jonimga pasbon, otam bo'lganda, onam bo'lganda. Bo'lar edi jonimga pasbon, otam bo'lganda, onam bo'lganda.